Nega ingliz tilini yillar davomida o'rganib turib ham haliyam speakingiz ravon emas? Nima uchun miyangizga ideyalar quyilib keladi-yu, lekin uni ingliz tilida yetkazib bera olmaysiz? Tanish holat-a? Unda videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting va men sizga 5 ta eng top qilinadigan xatolar haqida gapirib o'taman. Dars boshlashdan oldin bu videoga like bosib qo'ying, sahifamga obuna bo'ling va bu men uchun katta motivatsiya beradi. Bugungi darsimiz boshlashdan oldin yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu video sizga vocabulary yoki grammatikangizni oshiring deydigan videolardan emas. Men sizga aniq 5 ta eng top qilinadigan xatolarni sanab beraman. Xo'p, nega siz bu videoni ko'rishingiz kerak? Men Teacher Shahzoda 5 yildan beri ingliz tilidan dars berib kelayotgan teacher sifatida 500 dan ortiq o'quvchilarimga general speaking va IELTS speaking darajalarini oshirishga muvaffaqiyatli yordam berdim. O'zimning shaxsiy IELTS dan speaking ballim esa 8,5. Xo'p, birinchi xato faqat tushunishga ishlash. Siz listening qilasiz, podcast, audiolarni eshitasiz, reading qilasiz, kitoblar o'qiysiz, artiklar o'qiysiz va o'ylaysizki, shu orqali meni speakingim o'z-o'zidan rivojlanadi deb. Lekin shu joyda siz ko'p studentlar qiladigan xatoni qilyapsiz. Ya'ni listening, reading va passive skilllar ularga ishlasangiz ham natija ko'rinaveradi. Lekin speaking qilish uchun siz aktiv harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar gapirmasangiz speaking darajangiz ham yo'q bo'ladi. Bunga yechim siz har kuni eng kamida 5 yoki 10 minut davomida har xil mavzularda speaking qilib ko'rishingiz mumkin yoki hech bo'lmaganda kuningiz qanday o'tganini tasvirlab berishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi eng ko'p qilinadigan xato esa ko'p vocabulary yodlash yoki vocabulary bo'ladigan bo'lsa ham uni ishlata olmaslik. Va shunda o'quvchilar o'ylaydi, "Meni muammom vocabularyim kamligida" deb. Aslida sizning muammongiz vocabularyingiz kamligida emas, siz o'rgangan vocabularylaringizni mavzulashtirib olmaganingizda. Demak, sizga yechim nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, demak ikkita yo'l bor. Birinchisi, o'rgangan vocabularylaringizni mavzulashtirib olasiz. Misol uchun, music, sport, family, friends mavzulashtirib olasiz va har bitta mavzuga kichik-kichik hikoyalar tuzib, gaplar tuzish orqali speakingingizni rivojlantirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni passive vocabularyingizni birinchi aktivga o'tkazmagunizcha sizga yangi so'zlar kerak bo'lmaydi. Uchinchi eng ko'p qilinadigan xato esa ideyalar kelgan paytda siz uni birinchi o'zbek tiliga tarjima qilib olib, keyin ingliz tiliga o'girib o'tiradigan bo'lsangiz, demak sizning miyangiz 2 marta ishlayapti. Va bu orqali bora-bora bu etap siz uchun qiyinlashib boraveradi. Ya'ni sizning miyangiz himoyalanish mexanizmini yoqib qo'yadi. Shu orqali sizga speaking qilish umuman yoqmasdan siz lazy bo'lib boshlaysiz. Yechimi qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, demak yechimi juda ham oddiy. Siz murakkab gaplar tuzishingiz shart emas. Oddiy gaplar bilan speaking qilishni boshlang. Misol uchun, I think, hello, hi qanaqa kunlik daily exposure ga to'g'ri keladigan vocabularylarni bilsangiz, o'shalarni aktivlashtirishdan boshlang va masala hal. To'rtinchi eng ko'p qilinadigan xato esa mukammallikni ustun qo'yish. Ya'ni siz har safar speaking qilishdan oldin o'ylaysiz, bu zamonni to'g'ri ishlatyapmanmi yoki noto'g'ri ishlatyapmanmi yoki hozir speaking qiladigan bo'lsam kimdir meni ustimdan kulmaydimi deb siz o'zingizga o'zingiz qo'rquvingizni kuchaytirasiz va bu orqali miyangiz sizni lazy qilishni boshlaydi. Ya'ni siz speaking qilishdan ko'ra jim o'tirishni afzal ko'rib boshlaysiz. Lekin bitta narsani esingizda qoldiring. Speakingni oshirish uchun mukammallik emas, har kunlik vazifalarni bajarib borish muhim hisoblanadi. Xo'p, 5-xato esa noto'g'ri praktis qilish. Ya'ni siz ingliz tili kurslariga qatnaysiz yoki ingliz tilini self-study qilib o'rganayotgan bo'lsangiz ham, siz o'ylayotgan metodlar yoki ishlatayotganlaringiz yetarli va shu orqali speakingimni oshira olaman deb o'ylaysiz. Lekin aslida ichingizdan bilasiz, bu sizni speakingingizni oshirmayapti. Shuning uchun sizga yechim nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, sizdan speakingni ancha yaxshiroq o'rtoqlaringiz, tanishlaringiz va yoki professional inson, ya'ni o'qituvchidan siz maslahatlarni olib, o'shanga amal qilgan holatdagina natijangizni ko'tarib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar sizda ham yuqoridagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, men sizni o'zimni Speak Up deb nomlangan 1 oylik intensiv speaking kursimga taklif qilaman. Bu kursda siz men bilan ishlashdan tashqari ikkita yordamchi o'qituvchi bilan ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz va ishonib ayta olamanki, siz hozirgi speaking darajangizni yarim balldan 1,5 ballgacha oshirish imkoniyatini ham qo'lga kiritasiz. Agar sizda oz bo'lsa-da qiziqish uyg'otgan bo'lsam, pastdagi havolani to'ldiring va men sizga o'zim shaxsan aloqaga chiqaman. Agar siz ushbu videoda berilgan xatolarni o'zingizda ko'ra olgan bo'lsangiz, men sizga yechimlarni ham berib o'tdim. Faqat bitta narsani esingizda saqlang. Bu narsalarni shunchaki o'rganib olmasdan, ularni amalda qo'llashni boshlang va shundagina natijani ko'rish boshlaysiz. Va albatta natija ko'rganingizdan keyin kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib keting va meni boshqa ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolar nima mavzuda bo'lishini xohlasangiz kommentariyada yozib qoldiring.